Assalomu alaykum hurmatli qadrdonlar. Bugun Nok bog'ida keraksiz yangi chiqqan shoxlarni kesish ishlarini bajaryapmiz. Ko'rib turganlaringlar keraksiz shoxlar juda ham ko'p o'sib ketgan. Bu ko'pligini sababi daraxtimizga azot ko'payib ketsa, shunaqa shoxlar ko'payib ketadi. Meva berishdan ko'ra shox chiqarishga o'tib ketadi azot ko'pligi sababli. Endi biz shu ko'rinishda kesib chiqamiz. Kerakli shoxlarni qoldirib, ko'ryapganlaringdek kurtavlarni qoldiramiz. Kurtavlarni qoldirib, keraksiz noto'g'ri o'sayotgan shoxlarni kesib chiqamiz. Ancha yillardan beri bitta shoxdan bir necha bor hosil olingan sababli kurtali ko'payib ketib, shunaqa holatga kelgan. Buni koreys tilida takpal deydi. Shunaqa ko'rib turganlaringlar, kurtak yonidan yana kurtak chiqib, o'sib ketavergan. Shuning uchun biz shu asosiy ona shoxdan chiqqan shoxlarni qoldirib, bu shoxlarni kesamiz keyingi yilga va bu shoxlarni yotqizamiz sekin-sekin. Shuni qilib ishimizni davom ettiramiz. Mana kerakli shoxlarni qoldirib, kerak narsalarni kesib tashlayapmiz. Sog' bo'lasizlar, ko'rishga davom etinglar.